Xitayning organ nashriyoti atalmış Şinjan gezitining 4 yanvardagi xabariga qaraganda, Xotan aerodromining 2020-yili Qashqar, Oqsu va Korla aerodromidan keyin umumiy yo'lovchi tashish miqdori 1 milliondan oshganligi o'tirib qo'yilgan. Uchurlar qaraganda, Xotan aerodromida kuniga 22 navbatchi aeroplan qatnaydigan bo'lib, kundalik yo'lovchilarning sig'imi 4000 ga yaqinlashadiganligi o'tirib qo'yilgan. Kuzatuvchilar Uyg'urlarning bir rayondan yana bir rayonga berish uchun o'zlari tizimga oldirgan soqchixonadan ruxsat olish kerakligini, bundaq ahvolda nurg'un kishilarning aeroplanga chiqishi mumkin emasligini ta'kidladi va bularning Sharqi Turkistonga keladigan ko'chmanlar va sayohatchilar ekanligini bildirdi. G'arbiy turbi şirketi Xitoy O'rta Osiyo tabiiy gaz turbi yo'lining 2020-yili Xitoyga 39 milliard kubmetrdan ortiq tabiiy gaz yetkazganligini e'lon qildi. Tilga ilingan tabiiy gaz turbi yo'li Turkmaniston bilan O'zbekistonning chegarasini kesib o'tib, O'zbekiston va Qozog'istondan o'tadi hamda Qirg'iziston Xitoyning g'arb-sharq turbi yo'liga tutishadi. Xitoyning tunji xalqaro tabiiy gaz turbi yo'li yiliga 60 milliard kubmetr tabiiy gaz toshish iqtidoriga ega. İgilinishicha 2009-yili 12-oyda ishga kirishtirilgan 1833 kilometr uzunlikdagi tabiiy gaz turbi yo'li 11 yildan buyon muqim va bexatar gaz yetkazgan. Shirkat e'lon qilgan kirim-chiqim jadvaliga qaraganda, bu turbi yo'li bilan jami 336 milliard kubmetr tabiiy gaz import qilingan. 27 o'lka, shahar va avtonom rayonda yashaydigan va Hong Kong alayda ma'muriy rayonida o'ltirishliq 500 milliondan ortiq kishi bu tabiiy gazdan naf olgan. Munosabatli shirkatning sonliq ma'lumotlariga qaraganda, turbi yo'li orqali to'shiladigan tabiiy gazning miqdori Xitoyning o'xshash mazgildagi umumiy iste'mol miqdorining 15%dan ko'pragini egallaydi ekan. Türkiye Gelecek Partisi tarafidan tayyorlangan Sharqi Turkiston filmi ijtimoiy taratqularda g'ulg'ul qo'zg'adi. Bu filmda Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilishini tezlatadigan kelishimning imzolanishiga norozilik bildirilgan. Xitoy bilan Turkiya o'rtasidagi jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimi 2017-yili 5-oyda imzolangan bo'lib, oldin qayda Xitoy xalq qurultiyi tarafidan tasdiqlangan. Bu kelishimga Turkiya raisi Recep Tayyip Erdoğan imzo qo'ygan va 2019-yili 12-aprel Turkiya Buyuk Millat Majlisiga tasdiqlash qa'vatilgan. Turkiyada yashaydigan Uyg'urlar bo'lsa, bu kelishimning tasdiqlanish mumkinchiligi sababidan andish qilmoqda. Xitoy chet eldagi, bo'libmi Turkiyada yashaydigan Uyg'urlarni terrorlik bilan ayblaydi. Gelecek Partisi o'zining ommaviy taratquv hisobida e'lon qilgan bo'lsa, mazkur kelishimga norozilik bildirgan. Şunun bilan bir vaqtda Gelecek Partisining rahbari Ahmet Davutoğlu Turkiyaning Xitoydan zakaz qilgan virus vaksinasi haqida to'xtalib, bu vaksinaning Turkiyaga kechikib kelishi bilan Uyg'ur turklarining Xitoyga qaytarilishi orasida bog'lanish bor dedi. Amerika parlamenti tönögün 6 yanvardagi talash tortishdan keyin oxirgi qarorni chiqardi va saylam o'mikining ovozini tizimga oldirdi. Shuna qilib, Joe rasmiy holda Amerikaning prezidenti deb e'lon qilindi. 2020-yili noyabrda Amerikada o'tkazilgan saylamning oxirgi natijasi zo'r jiddiychilikdan keyin tönögün rasmiy e'lon qilindi. Amerikaning muavin prezidenti Pence saylam hay'atining bilet sonini 232 ga qarshi 306 deb e'lon qildi. Pence Joe va uning yordamchisi Kamala Harrisning saylamda g'alaba qilganligi uchun rasmiy tizimga ilinganligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan Oqsaroy bayonotchisi Trumpning Twitter'dagi so'zini naql keltirib, tinch o'tkinchi bosqish bo'ladiganligini aytdi. Bayonotga qaraganda Trump, "Garchi men saylam natijasini qabul qilmasam-mo, ammo 20-yanvar tinch o'tkazib berish bo'ladi" degan. Qatar aviasiya şirketi dengiz qo'ltiqi krizisi hal qilingandan keyin taxminan 3,5 yildan keyin Saudiya Arabiston havo tavalligidan uchishni asliga keltirganligini e'lon qildi. Bu shirkatning rasmiy Twitter hisobida mundaq deyildi. Qatar aviasiya şirketi bugun kechdan boshlab Saudiya Arabistonning havo bo'shlig'idan bir qism navbatchi aeroplanlarini qayta uchirishga boshladi. Bayonotda Saudiya Arabistonning havo bo'shlig'idan foydalangan tunji aeroplanning Dohadan Johannesburgga qarab uchganligi bayon qilindi. Bu şirket 2017-yili 6-oyning 5-kuni dengiz qo'ltiqi rayonida boshlangan krizis bilan Saudiya Arabiston havo bo'shlig'idan uchishini to'xtatgan edi.